7 bölüm Zikirlər, dualar və başqa ibadətlər. Bilginki, Qur'an tilavetidən qalsa, Allah subhanahu wa ta'alani zikr qilish və xalis dualar bilan hacetlarni tilashdan afzal til bilan ado qilinadigan ibodat yo'qdir. Zikrning fazilatiga Allah Taolaning bunu so'zlari dalildir. Meni yod etinglar, menmi sizlarni yod etaman. Ular o'ri turgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi Allohni aslab turdi. Va Allohni ko'p zikr qilguvchi erlar va ayollarga Alloh mag'firat va katta savob tayyorladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Haqiqatan Alloh azza va jalla mundaq deydi: Bendam meni zikr qilib o'tirsa va ishkilivi mening ismim bilan harakatlanib o'tirsa, men bendam bilan bilaman. Zikr majlislarining fazilati. İmam Müslimning sahihida Nabiy sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Qay bir jamoat Alloh taoloni yod etib zikr qilib o'ltirdigan, farishtalar ularning atrofiga o'lishidi. Ularni Alloh taolaning rahmati o'raydi, ularga sakina, xotirjamlik tushidi. Va Alloh taolo huzuridagilar farishtalar ichida ularni tilga oladi. Bu haqda kitoblarda amallarning fazilatlari babida nurg'un hadislar kelgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qay bir jamoat bir majlisdan Alloh taoloni zikr qilmay turib tarqalsa, va ayni o'lik eshakning ustidan tarqalgandek bo'ladi va bu majlis qiyomat kuni ular uchun nadomat bo'ladi degan. Yana bir hadisda mundaq kelgan: Bir jamoat bir sorunda o'ltirib turib, Alloh azza va jallani aslamasa, zikr qilmasa va Allohning rasuliga salovat aytmasa, qiyomat kuni u sorun ularga hasrat bo'ladi. Duoning fazilati haqida. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiludiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alloh azza va jalla uchun duodan muisilroq bir narsa yo'qdir. Ibodatning eng sharafligi duodir. Va Allohdan so'ramaganga Allah g'azab qiladi degan. Yana bir hadisda Alloh taoladan fazil karamini tilangla, chunki Alloh taolo o'zidan bir narsa tilinishni yaxshi ko'radi deyilgan. Duoning adablaridan biri yil ichida Arafat kuni, oylar ichida Ramazon oyi, kunlar ichida juma kuni va bir kecha kunduzning subiy damlari, azon va takbir arasi, namozning kayni, yomg'ir yoqqan, Allah yo'lida urush qilayotgan, Qur'on tamom bo'lgan vaqtlar. Sajda asnosi, iftar vaqti va qalbga qo'rqinch tushgan damlarga o'xshash sharafli vaqtlarda duo qilish. Amaliyotda ulug' vaqtlar ulug' hallar bilan bog'lanishdir. Misol uchun, subiy vaqti qalb sof va oriq vaqtdir. Sajda holi itoat va taslimiyat holidir. Duoning adablaridan yana qiblaga yuzlanib turib duo qilish. Duo qilganda ikki qo'lini ko'tarish, qo'li bilan yuzni silash va duoda ovozini tuvan qilish. Duoni Allohni zikr qilish, ondan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga salovat keltirish bilan boshlash va duoda qofiyalik duo qilish uchun zo'riqmaslik. Duoning yushrun adabi ijobat bo'lishning asosi chin dildan tavba qilish va haq egalariga haqqini berish. Muxtasar Minhajul Qasidin. İmam İbn Qudama al-Maqdisi. Pilalg'uchi Doktor Abdulaziz Rahmatullah. Tarjim qilg'uchi Abdullah Abdulmajid. Nashr qilg'uchi Sajiya Islom Tadqiqot Markazi. Muharriri Doktor Abdulaziz Rahmatullah A9 Og'uz. Korrektor Abduvali Ablis Muhammad Barat. Layihalaguchi A. Aqhun. 2024-yili 1-nashri 1-qatim basilishi. İstanbul. Nashr huquqi Sajiya Islom Tadqiqot Markaziga tava. Har qanday o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqitishiga ruxsat qilinmaydi.